ertalabki badan tarbiya mashqlarini boshladik. Bu mashqlar qo'llarimiz, bilaklarimiz va qo'l mushaklarimiz mustahkam bo'lishiga yordam beradi. Mushlarimizni oldiga va orqaga aylantiramiz. Endi esa bilaklarimizni aylantiramiz. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Qo'llar belda, oyoqlar yelka kengligida. Boshlarimizni o'ng tarafga va chap tarafga aylantiramiz. Boshimizni oldiga, orqaga, o'ngga va chapga egamiz. Asabni tinchlantiruvchi mashqlarni bajaramiz. Endi esa yelkalarimizni oldiga va orqaga aylantiramiz. Bu mashq yelkada tuz to'planishi oldini oladi. Ozgina yelkalarimizni sakratib ham olamiz. Endi esa tanamizning bel qismi uchun mo'ljallangan mashqlarni bajarishga kirishamiz. Tizzalarimizni bukmasdan qo'llarimizni yerga yetkazamiz. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tanani tezkilashtiruvchi mashqlarni birgalikda bajaramiz. Oyoq mashqlariga o'tamiz. Qo'llarimiz yuqorida, tovonlarimizda yuramiz. Endi esa oyoqlar uchida yuramiz. Joyimizda turib qadam bosamiz.